Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah el-musnadul cami' al-ma'ruf Sunan ad-Darimi. Sunan Darimi deb tanishliq bo'lgan musnad jami' avtori Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi. Bu kishi Hijriya 181 yil tug'ilib, Hijriya 255 yili vafot bo'lgan. Tug'ilgan yurti Samarqandlik. Sunan Darimi deb tanishliq bo'lgan bu kitob hadis kitobi. Musnad deb atilib qolishi to'g'ri emas. To'g'risi sunan deb atilishi kerak. Chunki bu kitob tahorat, namoz, zakot, ro'za, haj qatorliq fiqh boblari bo'yicha kelgan. Chunki sunan bilan musnadning farqi bor. Musnad degan sahobalarning har biri rivoyat qilgan hadislar hammasi bir yerga to'plandi. Masalan, Abu Bakr radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan barliq hadislar bir yerga to'plandi. Onunki yana bir sahabadan rivoyat qilingan barliq hadislar bir yerga to'plandi. Mushtarak bo'ladi. Ammo sunan deganimiz fiqh boblarining tartibi bo'yicha keladi. Masalan, oldi bilan tahorat, namoz, ro'za, zakot, haj, onunki so'z-setiq, tijorat degandek mushu boblar bilan keladi. Sunan Darimi mushu tartib bo'yicha kelganligi uchun sunan deb atilishi to'g'ri. Ana Sunan Darimi muhaddis olimlarningki atalg'usining o'xshash bo'lmasligiga asosan musnad deb atalgan, ya'ni sunan debmi atalgan. Suyuti rahimahulloh At-Tadrib degan kitobda musnad Darimi degan musnad emas, balki u fiqh boblarining tartibi bo'yicha kelgan bo'lganligi uchun sunan deb atilishi kerak degan. Gerçi Sunan Darimi 6 sahih hadislar qatorida bo'lmasa-mu, ammo to'g'riliq darajasida ichida to'qilma hadislar, ojiz hadislar va shoz hadislarning oz bo'lishda Ibn Majah, Sunan Ibn Majah qaraganda texim oz. Sunan Ibn Majah qaraganda Sunan Dariminingki ojiz hadislar oz, to'qilma hadislar texim oz, shoz hadislar oz. Ammo nima uchun Sunan Darimi 6 sahihning qatoriga kirgizilmay, Ibn Majah kirgizilgan, Sunan Ibn Majah kirgizilgan deganda Sunan Ibn Majahda Ibn Majah rahimahulloh boshqa 5 sahih kitobda yo'q bo'lgan hadislarni o'z yolg'iz rivoyat qilgan hadislarni nihoyat ko'p rivoyat qilganligi uchun olimlar Sunan Ibn Majahni 6 dona sahih hadisning qatoriga kirgizgan. Ibn Hajar rahimahulloh Musnad Darimi deb atalgan sunan, ya'ni Sunan Darimi demoqchi. Boshqa sunan kitoblardan martaba jihatda tuvan emas, balki boshqa, ya'ni Ibn Majahdan boshqa 5 sahih hadisga qitilsa, Ibn Majahdan avlaroq bo'ladi, ondan bakroq yaxshi bo'ladi deganka. Sunan Darimi ba'zi olimlarning sanab chiqishicha 3455 dona hadisni o'z ichiga olgan. Ya'ni bu yerda deb o'tgandek fiqh boblarining tartibi bo'yicha hadislarni keltirgan. Muallif bu kitobda dastlabda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shamoillarini, ya'ni xususiyatlarini, fazilatlarini, ortiqchiliklarini keltirgan. Undan keyin sunnatga ergashish haqida, ondan fatvo berishning adab axloqlari haqida, ondan ilmning fazilati haqida hadislarni keltirgan. Undan keyin kitobni fiqh boblarining tartibi bo'yicha tahorat, namoz, zakot, ro'za, haj qatorliq tartib bo'yicha hadislarni keltirib yozgan. Ondan bu kitobni Qur'on Karimning fazilati haqidagi hadislarni rivoyat qilish bilan oyoqlashtirgan. Muqaddima qismi. Babu ma kana alayhi an-nasu qabla mab'asi an-nabiy sallallohu alayhi va sallam min al-jahli va ad-dalalah. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib avatilishdan ilgirki kishilarning bilimsizlik va ozg'unlikdagi ahvoli. Birinchi hadis bizga Muhammad ibn Yusuf u Sufyandan u A'mashdan u Abi Wa'il al-Kufiydan hadis so'zlab berib, u Abdullahdan hadis so'zlab berib mundaq deydi. Abdullah degani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ko'rsatdi. Qala rajulun, alim bir kishi munda dedi: "Ya Rasululloh, ayu akhazur rajulu bima amila fil jahiliyati?" Bir kishi shunday dediki: "Ey Allohning payg'ambari sallallohu alayhi va sallam, kishi jahiliyat qilgan gunohlari tufaylidan jazolanamdi. Ya'ni biz iymon etdik. Iymon etishdan ilgari jahiliyatda biz bilmay qilib shu gunohlarimizga jazolanamdik" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu kishining savoliga javob berib bunday dedi: "Man ahsana fil islami lam yu'akhaz bima kana amila fil jahiliyya va man asa'a fil islami ukhiza bil awwali wal akhiri." Payg'ambar alayhissalom shunday dediki, kimki islom kirgandan keyin yaxshi amal qilsa, islom yaxshi bo'lsa, jahiliyat vaqtida qilgan amallarga qarata, ya'ni gunohlarga demoqchi, jazolanmaydi.
va islom kirgandan keyin kimki yomonlik qilsa, buni ikki xil tushunamiz. Birisi islomga kirgandan keyin murtad bo'lib ketsa, u ilgirki va keyingi barliq gunohlariga hisob kitob qilinadi, jazolanadi. İman keltirishdan ilgari kufr holatida yurgan barliq gunohlari va kufrligi va undan keyin murtad bo'lgan, murtadligi va islomdagi holatida qilgan gunohlar hammasi jazolanadi. Yana birisi asaa degani kafir bo'lib ketmasimi, iymon etgandan keyin gunoh masiyatni qilgan musulmon bo'lsa, gunoh masiyat ichida yurgan bo'lsa, shuni Alloh taolo agar u kishini kechirmagan bo'lsa, Alloh xalq kechirdi, Alloh taoloning rahmatiga kechirmagan bo'lsa, bu kishi tavbih, ya'ni kayish uchun sen islom keltirishdan burun, iymon etishdan burun kufr holatida bunda gunohlarni qilgan. Islom kirgandan keyin islom seni o'zgartib yaxshi musulmon qilish kerak edi. Yaxshi musulmon bo'lishing kerak edi. Lekin sen iymon etgandan keyin, islom keltirgandan keyin, ya'ni sen musulmon holatida turib, mushtamita gunohlarni qilding emasmi deb ilgirki gunohlari musulmon bo'lgandan keyin gunohlari hammasiga qo'shilib jazolandi deb tushunishga bo'ladi. Bu hadisdan elingan foydalar: agar bir kishiga biror masala mujmal bo'lib qolsa, tushunolmay qolsa, chuqum nihoyat yaxshi pishiq biladigan olimning oldiga berib so'rash kerak. Bu bir diniy farzdan iborat. So'rash diniy farz. Bilmaganni so'rash kerak. Ikkinchi, yangi iymon etgan, qalbiga iymon nuri kirgan kishilarning mushta so'rashga, bilmaganini bilib olishga bo'lgan herismanligi, ishtiyoqi. Uchinchi, mushu savolni so'ragan kishining, sahobaning nihoyatda bir narsani tushuna oladigan aqlli ekanligi. To'rtinchi, bu yerda bu kishi jahiliyatni tilga ilish orqali o'zini bayon qilyotdi. Ya'ni jahiliyatda edik, biz bilmagandik. Payg'ambar avatilishdan ilgari biz bilmagachga gunohlarni qilgandik deb o'zini bayon qilyotdi. Kafir musulmon bo'lsa, islomga kirsa va islomi go'zal bo'lsa, islomga butunlay kirsa, uning ilgariki gunohlari mag'firat bo'ladi.